Sehrli so'z. Muhabbat Hamidova. Ikkinchi qism. Siz boshqacha sehrli so'zni bilasizmi? Bilaman albatta. Unda ayting bobojon, oyim bilan judayam gaplashkim kelyapti. Aytaman, faqat bitta sharti bor. Qanaqa shart? Bu sehrli so'zni ko'chada yomon bolalar bilan o'ynaydiganlar aytsa, sehri yo'qoladi. Demak, sen odobsiz bolalar bilan boshqa o'rtoq bo'lmaslikka so'z berishing kerak. Rozimisan? Roziman. Endi sirayam xunuk so'zlar aytmayman. Yomon bolalar bilan o'ynamayman. Unda hozir oyingning yoniga borib, boshingni sal egib, uzrli ohangda, "Oyijon, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Endi sizni sirayam xafa qiladigan gap aytmayman. Meni kechiring" deginda, uni mahkam achomlab olgin. "Iya, shu ham sehrli so'zmi?" hayron bo'ldi Firdavs. Eng chiroyli sehrli so'z bu. Ishonmasang sinab ko'r, jilmaydi bobosi. Xo'p bo'ladi. Firdavs oshxona tomonga yugurib ketdi. Ko'p o'tmay oyisi jilmaygancha Firdavsni qo'lidan yetaklab ichkaridan chiqib keldi. Ko'rdingizmi bolalar? Sehrli so'z Firdavsning oyisiga ta'sir qilibdi. Iltimos, siz ham bu sehrli so'zlarni yodlab oling, kerak bo'ladi.